Hammaga assalomu alaykum. Ozish marafoni boshladik. Sizlar bilan birgalikda bilasizlar. Bilmaganlar komment joyida ozish marafonini ko'rib, qatnashish, bizga qo'shilish mumkin bo'ladi. Bugun sizlarga men eng ko'p 20 kilogacha ozganman. 70 kilogramdan 50 ga inganman. 70 kilogramda ham уже 2 bolalik bo'lib, emzirayotgan paytimda уже semirib ketganman. Mana shu paytda menga eng ko'p ozish uchun yordam qilgan mahsulot bo'ladi grechka. Grechkani Turkiyada xohlaganar qora bug'doy deb topishi mumkin. Men katta supermarketlardan topaman Turkiyada, chunki hamma marketda ham bo'lmaydi, kichkina marketlarda umuman yo'q. Katta supermarketlardan qora bug'doy deb aynan mana shu paketdan topib olishingiz mumkin. Grechkani agar topishga qiynalansanglar, men har doim topolmagan paytlarimda yeshil marjimak degan bir mahsulot bo'ladi. Bu chechevitsa bo'ladi. Qanday qilib pishirasiz, tushuntirib aytib o'taman inshaalloh. Bu mahsulotni hamma marketlardan osongina topishingiz mumkin Turkiyada. Grechkani o'rniga ham ishlatishingiz mumkin. Juda ham foydali, juda ham vitaminga boy bo'ladi. Ayniqsa qabziyat bo'lganlar, sahr kasallik bo'lganlarga juda ham foydali bir mahsulot bo'ladi. Kamqonlikka ham juda yaxshi keladi. Ichida barcha vitaminlarga sohib. Inson organizmasida nechta vitamin bo'lsa, mana shularga sohib bo'ladi. Juda ham kuchli, ushlaydigan mahsulot. Hatto bu mahsulotni hattoki armiyaga ketganlarda, ya'ni armiyada pishirilib beriladi soldatlarga, chunki juda ham kuchli ushlaydi va vitaminga boy bo'lgani uchun. Endi esa grechkani qanday qilib tayyorlaymiz ozish uchun? Juda ham oson, buni ko'pincha inson bilsa ham kerak. Faqat men o'zimga har doim qanday qilib tayyorlaganman, shuni ko'rsatib bermoqchiman. Ayniqsa marafonga boshlaganlar uchun karam ichimligi bilan boshladik. Bilganlar biladi. Karam ichimligi bilan birgalikda mana shu grechkani tayyorlab ishlatamiz. Umuman diyetaga kerak yo'q. Faqat mana shu grechka tayyorlab yeymiz va karam ichimligini ichib davom etamiz. 15 kun davom etiladi. Grechkaga 2 stakan qaynagan suv qo'ydik, kipitok suv. 1 stakan grechka, uni 2 baravari suvni qo'shdik va aralashtirganimizdan keyin qopqog'ini yopdik. Erta bilangacha kutadi. Kechasidan qilib qo'ysangiz, erta bilangacha уже sizga zavtrigizga, nonushtaga tayyor bo'ladi. Diyetasiz va ochliksiz, och qolmasdan ozish ham mumkin. Va bu muolajamizni, bu videomizni emzik ayollarga ham mumkin bo'ladi albatta. Chechevitsa mahsulotini esa grechkani ishlatganda ishlatmaysiz. U yana ham qattiq bo'lgani uchun uni kipitok suvda oddiy qaynatib, ya'ni pishirib iste'mol qilasiz. Erta bilan bo'ldi, уже ko'rinib turgandek ishib chiqdi. Juda ham ko'p ishadi, ko'payadi. 1 stakan sizga уже 3-4 stakan bo'lib qaytadi va bir kun davomida 1 stakan grechka sizga yetadi. Men emzikli paytimda, ya'ni уже tug'ruqdan keyin juda ham ko'p hamma ham ves oladi. Mana shularda veslarimni tashash uchun, ariqlash uchun mana shu mahsulotlar bilan ozganman. Albatta emzikli paytlarda vitaminsiz qolish mumkin bo'lmaydi, chunki sut berasiz. Biz onalar uchun vitaminli va samarali ozish kerak bo'ladi. Men sizga o'zim qanday qilib tayyorlab ishlatganman, ko'rsatib bermoqchiman. 3 qoshiqqa men har doim, katta 3 qoshiqqa har doim to'yaman. 2 soat, 1 soat qanchada ojiqsangiz, mana shunchada tayyorlab iste'mol qilishingiz mumkin. Buni zamoni yo'q. Faqat 3 mahal yeng deb ham bir qoidasi yo'q. 4 mahal, 5 mahal kunda qachon ojiqsangiz, mana shu paytlarda tayyorlab yeyishingiz mumkin. Oddiygina qatiq bilan aralashtirib iste'mol qilasiz. Buni oqshom ham qilishingiz mumkin yoki obedga tayyorlashingiz mumkin. Xohlaganlar ustiga ozgina tuz, ichida murch bo'lgani bo'lsa, men murch bilan dengiz tuzini aralashtirib qo'yganman. Mana shu ikkisidan har doim ishlatib yuraman. Juda ham oz qo'shdim. Xohlaganlar qo'shmasa ham bo'ladi.
Erta bilangi nonushtaga esa qatiqni o'rniga sut qo'shing. Sutli grechka qilib iste'mol qiling. Bilasizlar, sut juda ham to'q ushlagani uchun sizga juda ham yaxshi ozdirishga samara beradi. Nonushtaga siz sut bilan iste'mol qilsangiz, obedga bodring va pomidorlik tayyorlab olishingiz mumkin. Oqshomga esa qatiqligidan tayyorlab olasiz. Qatiq yogurt, ya'ni suvaklarni juda ham kuchlantiradi va vitaminga boy bo'lgani uchun ham suvaklarni mustahkam qilib, sizni immunitetni ko'taradi va ichni, qotgan ichni ham yumshatadi. Shuning uchun albatta yogurt iste'mol qilishni unutmang. Pomidor bodring ham mana shunday vitaminga boy, bilasizlar, va qabziyatga juda ham foyda qiladi. Ayniqsa qatiq kamqonlikka ham yaxshi keladi. Grechkani foydalarini 10 qat, 20 qatga qatlaydi pomidor, bodring, qatiq va sut. Shuning uchun siz 3 xil tayyorlab ko'rsatib berdim. Xohlaganingizni ishlatishingiz mumkin. 15 kun davomida mana shular bilan har kuni har xilini iste'mol qilishingiz mumkin. Och qolmaysiz albatta. Och qolgan hamma paytingizda yeyish mumkin. Faqat emzikli ayollarga ko'p suv ichishni, kunda 2-3 litrgacha iliq suv ichishni unutmang va albatta karam ichimligini o'rniga siz anis choyi qilib damlab iching. Bu sizni ham sutingizni ko'paytiradi, ham ozishga yordam qiladi. Karam ichimligi emzikli ayol va homilador ayollarga umuman mumkin emas. Anis ichimligini qanday qilib tayyorlayman deganlar uchun komment joyiga joylashtirib qo'yaman silqasini. Ana shu joydan ko'rib olishingiz mumkin. Marafonga qo'shilganlar esa hammasini ismlarini yozdim, ko'rib turibsiz. Mana shu ismlarga sahib bo'lganlar hammasi marafonga qo'shildi. Necha kilogramm tashlaganinglarda yozasizlar, keyin 15 kun keyin. Hozircha mana shu videoni komment joyiga siz hozir qancha kilogrammsiz, ana shu kilogramni yozing. Eng ko'p kim ozadi? Hammamiz birgalikda shohid bo'lamiz. Marafonga qo'shila olmadim, faqat qo'shilmoqchiman deganlar esa mana shu videoni komment joyida bor silqasi karam ichimligini mana shu videoni albatta yaxshilab ko'ring, nimalar qilishingizni hammasi aytib, yozib o'tganman. Komment joyida ko'rishib qolamiz. Sizlar bilan har doimgidek Allohga omonat bo'linglar.